universitetlar qidirishni boshladim. To'g'risi judayam qiyin bo'lgan bu jarayon, chunki menga maslahat beradigan aynan mana shu yo'lni bosib o'tgan odam topolmaganman. Ya'ni bu O'zbekistondan so'mda maosh olib Britaniyada farzandini o'qitadigan ota-ona uchun ancha qimmatga qoladi. IELTS darajasi 6,5 dan past bo'lmasligi kerak. Hech qaysi section 6 dan past bo'lmasligi kerak. Bizda endi o'zbekchilik qilib o'zingni maqtama deyishadi-yu, lekin bu yerda teskarisi. Holat faqat laboratoriyada kelasiz. Leksiyalarga kelmaydi. Kalpachak yo'q. Yo'q, kalpachak yo'q. Men hozir aptekada ishlayman. Aptekada ishlash o'zi ham ish topsam ancha qiyin bo'ldi. Aptekada ishlayman. Aptekada ham xalat kiymaymiz. Germaniyaga topshirayotgan paytingizda siz o'zingizni Germaniyadagi hisobingizga pul qo'yasiz. O'zbekistondagi emas, Germaniyadagi hisobingizga pul qo'yasiz va uni qaytarib ola olmaysiz. Uni Germaniya sizga oyma-oy xuddi stipendiyaga o'xshab tashlab boradi. Bu yerda Londonga kelish uchun bunaqa sistema emas. Siz O'zbekistondagi akkauntingizga pul qo'yasiz. Shunchaki bu narsa siz UK vizasini olishingiz uchun. UK vizasini olishingiz uchun sizda mamlakat approve bo'ladi, ya'ni proof bo'ladi. Siz pulingiz bor, borgandan keyin bemalol yashab keta oladi degan narsa bo'ladi. O'sha vizani olib bo'lganingizdan keyin u hisobingizdagi summani yechib olsangiz bo'ladi. Ish topish bu yerda oson emas. Ya'ni oson, qora ish topish oson. Masalan, restoranda, turk restoranlar juda ham ko'p. Yerda ishlashingiz mumkin, lekin u yerda oylik kamroq berishadi. Birinchi mailimga javob kelmagan. So'rab, nima bo'ldi, men apply qilgandim, men ishlamoqchiman, men qiziqaman, men shunaqa sohaga, men anaqa ekstravert odamman, shunaqa deb yozib so'raganman-da endi. O'sha 20 soat haftasiga vaqt ajratish ham o'qishdan orttirib qiyin masala-da. Ha, u tarafi Charchatadi, masalan, o'qishga fokus qaratishingiz baribir qiyinlashadi. Siz qanaqa epladingiz? Aptekaga kirdim-da, mashq qidiryapman dedim. Men farmatsevtman dedim. Bitirganman farmatsevtika sohasini. O'zbekistonda ishlaganman, ish qidiryapman hozir. Angliyada eng kam oylik ish haqi necha pul soatiga? Hozir 12.50. Endi masalan, bu yerda yashashingiz uchun oylik o'rtacha deylik 1000 pound ishlatasiz-da. Muattar, rahmat sizga taklifga yo'q demasdan vaqt ajratib onlayn uchrashuvga rozi bo'lganingiz uchun. Avvalambor taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Men ham agar masalan shu mitingimiz kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, yana ham xursand bo'laman. Birinchi boshida ozroq o'zingizni qayerdanligingiz haqida, keyin qayerda tugatganligingiz haqida qisqacha tanishtirsangiz, keyin boshlaymiz. Ismim Muattar. Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Avval ixtisoslashtirilgan maktab internatida o'qiganman. Keyin akademik litseyda tabiiy fanlar yo'nalishini bitirganman. Keyin Toshkent farmatsevtika institutida farmatsiya fakultetida 5 yil o'qib, bakalavr bitirdim. Va yana 1 yil magistratura ham o'qidim Toshkent farmatsevtika institutida va keyin hozir University of Greenwichda Master of Pharmaceutical Science with Industrial Practice kursini magistratura darajasini tugatyapman. Yaxshi. With industrial practice deganingiz bu sanoat industriyasi bilan bog'langan holatda olib boriladi, to'g'rimi? Bu yo'q, mana tushuntirib beradigan bo'lsam, 2 yillik kurs, men o'qiyotgan kursim. Birinchi yili o'quv bo'ladi, ya'ni leksiyalar bo'ladi, modullaringizni yopasiz. Ikkinchi yili siz internship qilish uchun joy topishingiz kerak. Ya'ni 1 yillik praktikadek, xuddi praktikadek narsa bu ham. Tushunarli. Men hozir mana 1 yillik o'qish jarayonini tugatdim. Endi praktika qilish uchun joy qidiryapman. Zavod yoki kompaniya. Yaxshi. Bakalavrlik davringiz haqida ozroq gapirsak, Toshkent farmatsevtika institutida farmatsiyani tugatganmisiz yoki? Ha, farmatsiya yo'nalishini tugatganman. Yaxshi. Qanaqa o'tgan? Yaxshi o'tganmi? Ha, albatta. Endi o'zingiz ham farmatsevtika institutida o'qigansiz. Mana yaxshi bo'lgan. Endi birinchi kursligimizda qanaqadir qiziqish bo'lgan.
Lekin man o'ylaganim boshqacha bo'lgan. Universitet Mhm. tasavvurlar boshqacha, universitetdagi hayot boshqacha bo'lgan. Lekin qaysidir ma'noda mani o'sishimga, rivojlanishimga yaxshi ta'sir qilgan. Tushunarli. Bu fikr qaysi payt kelgan? Ya'ni biron bir chet elda magistraturani amalga oshirish fikri. Hmm. Man o'zi bakalavr bitirganimdan keyin shu ota-onam, akam, opam, yaqinlarim chet elda o'qisangchi degan taklif berishgan. Mhm. Keyin o'ylab, masalan, menda o'z til sertifikatim bo'lgan. Oldindan ingliz tilini o'rganib yurganman. O'zimizda 1 yil magistratura o'qidimda, keyin yanayam shu chetga chiqish xohishim yanayam rivojlandi. Keyin universitetlar qidirishni boshladim. To'g'risi judayam qiyin bo'lgan bu jarayon, chunki menga maslahat beradigan aynan mana shu yo'lni bosib o'tgan odam topolmaganman. Aynan farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha chetda o'qigan odam topish judayam qiyin, o'zingiz ham bilasiz. Shunaqa. Keyin onlayn qidirishni boshladim. Universitetlarni qidirdim. Birinchi o'rinda davlatlarga e'tibor berdim. Har xil davlatlardan, har xil universitetlarga hujjat topshirib chiqqanman. Masalan, Germaniyaga topshirganman, Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya, yana AQShga topshirganman. Adashmasam, Italiyaga ham qabul qilinganman. Deyarli hammasiga qabul qilinganman, lekin ichidan endi taqdir deymizmi, nimadir bo'lib shu UKga tortdi-da. Angliyaga kelib o'qiyapman. Zo'r. Menga qiziq tomoni, UK qimmatda judayam. Yashash xarajati ham, Qimmat. o'qish xarajati ham juda qimmat. Buni qanaqa qoplagansiz? Qanaqa yo'llarni topgansiz qoplashda? Kontraktimni Xudoga shukr ota-onam, yaqinlarim to'lab berishdi. Lekin men bu yerdagi faqat o'zimni yashash xarajatlarimni qoplashga harakat qilyapman. Lekin aytganingizdek, Buyuk Britaniya juda ham qimmat davlat, chunki pul birligi ham qimmat. Masalan, bilsangiz, dollardan ham ko'ra qimmatroq turadi. Ya'ni bu O'zbekistondan so'mda maosh olib, Britaniyada farzandini o'qitadigan ota-ona uchun ancha qimmatlik qiladi. Demak, sizlarda imkon bo'lgan bu narsaga. Endi men uchun yaratib berishdi. Masalan, ota-onam Xudoga shukr shu paytgacha o'qishimga, ilm olishimga qo'llaridan kelgancha hamma sharoit yaratib berishgan. Endi aslini olganda men grant yutishga harakat qilganman farmatsevtika komiteti tomonidan. Men aytganimdek 1 yil Toshkent farmatsevtika institutida ham magistratura o'qiganman. Men magistratura o'qiyotgan paytimda shu magistrantlarga onlayn miting bo'lgan. Men shunda qatnashgandim. Endi farm komitet deymiz bizlar. O'sha farm komitet tomonidan 500 talikka kiradigan universitetga qabul xati olsanglar, farm komitet tomonidan jo'natiladi degan xabar berishgan. Men shunga harakat qilishga urinib ko'rganman. Masalan, men o'qiyotgan universitet, University of Greenwich 500 talikka kiradi. Qabul xatini oldim, keyin farm komitetga bordim, lekin farm komitet bilasiz aynan o'sha paytda anaqa farm park ochilayotgan payt edi. Komitet hamma puli farm parkka ajratilgan edi. Hozir chet elga student jo'nata olmaymiz deyishdi. El-yurt umidiga harakat qilishingiz kerak deyishdi, lekin el-yurt umidini qabuli 1 haftadan keyin yopiladigan edi. Men 1 hafta ichida ham ulgurishga harakat qilganman. Queen Maryga topshirganman, University of Glasgowga topshirganman. Hammasiga qabul qilinganman, lekin EUF qabuli yopilgan. University of Glasgowdan EUFga qabul yopilgandan keyin 1 kundan keyin qabul xati kelgan. Ular iloji boricha tezroq menimcha javob berishadi, kuttirmaydi, lekin baribir birinchi jarayonda hujjatlaringiz ko'rib chiqish uchun kamida 1 hafta vaqt ketadi-da. Ha, 1 hafta kamlik qiladi-da baribir. Yangi universitetga topshirib, hujjatlaringizni to'g'rilab qabul xati olganingiz uchun. Tushunarli. Qarab chiqdim o'sha universitetni veb-saytidan, kontrakti deyarli $18,000 ekan. Yo'q, dollar emas. Pul birligi pound. O'sha 18,000 pound bo'lsa,
O'shandan qaraganimda 3 mingmi dollar grant yutgan ekansiz, to'g'rimi? Demak, Э, 15 ming o'zi qolsa, 15 mingda yo'q, umumiy olganda 21 ming bo'lgan. Men 3 ming grant 21 mingmi? tutganman. Tushunarli. 21 mingdan demak 18 mingini o'n uydagilaringiz sakkiz to'lab ming bergan. o'n Tushunarli. sakkiz ming to'lashgan. Tushunarli. Ikkiga bo'lib to'laysiz, ya'ni yanvarda yarmi, sentyabrda yarmi. Tushunarli. Э, Bu topshirgan universitetlaringizga qabul qilinishingizga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Motivatsion xatmi yoki til bilish Motivational darajasimi? letter. Birinchi o'rinda til bilish darajangiz. Ham Mhm, motivational letter ham katta rol egallaydi. Lekin birinchi hujjatlaringizni qabul qilayotgan paytda o'sha requirementlari bo'ladi, ya'ni talablari. mhm, Siz talablarga javob berishingiz kerak. IELTS darajangiz 6,5 dan past bo'lmasligi kerak. mhm, Hech qaysi section 6 dan past bo'lmasligi kerak. Va endi mana shu requirementlariga, ya'ni talablariga javob berganingizdan keyin sizni motivational letteringizni, CV'ingizni ko'rib chiqib qabul qiladi yoki qilmaydi. mhm, Masalan, motivational letterga ko'proq bizda endi o'zbekchilik qilib o'zingni maqtama deyishadi-yu, lekin bu yoqda teskarisi. O'zingizni naоборот qilgan ishlaringizni gapirib, "Man bunaqalar qilganman, man bunaqa joylarda bo'lganman", shunaqa narsalarni qancha ko'p yoritib bersangiz, albatta nima deydi, "Man oyda bo'lganman" desangiz isholmaydi. mhm, Lekin qo'lingizdan kelgan, qilib ko'rgan narsalaringizni chiroyli qilib tasvirlab berishingiz kerak. mhm. Bizda o'sha qismda kamchilik seziladi. Ya'ni biz o'zimizni prezentatsiya qilish qobiliyatimiz o'sha ko'nikma yo'q. Maktab davrida bu narsa yoki ota-ona tomonidan yoki maktabni o'zini dasturi tomonidan rivojlantirilmagan. O'sha qismda juda oqsoqlik seziladi haqiqatda. Shunaqada. Hmm. Sir bo'lmasa, necha IELTS olgansiz? 6,5. 6,5. Bu 6,5 yetarli bo'lgan. olganman. Tushunarli. Man ishoning 6,5 IELTSdan 7 yoki 7,5, 8 olish kerak deb o'ylamayman. Mhm, Sizga 6,5 kerakmi yoki 7 kerakmi? To'g'ri, 7 olsangiz yaxshi, chunki mhm, 7 olsangiz deyarli hamma joylarda sizga eshiklar ochiladi. Lekin IELTSdan 8 olib turib, o'zingizni yo'nalishingizdan umuman bilimingiz bo'lmasa, bu sizga minusga ishlaydi. Shunaqa. Ya'ni IELTSdan 6,5, 7 oling, lekin o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha tajribangiz ham bo'lsin. Masalan, boya aytdingiz-ku, Angliyada yashash qimmat deb. To'g'ri, qimmat. O'shaning uchun ham student bo'lsangiz ham o'zingiz part-time job topishga majbur bo'lasiz. Mhm, Va bu yoqda ishga olish uchun qaysi sohaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz ham sizdan tajriba so'rashadi. Experience. Tajribang bormi? Yo'qmi? Bor deyishingiz kerak. Iloji yo'q. Masalan, yo'q, man tajribam yo'q, noldan kelyapman desangiz, sizni hech kim ishga olmaydi. tushunarli. Demak, siz universitet davrida universitet tugatganingizdan keyin bu chetda o'qish fikri uyg'ongan ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Demak, universitet tugatdingiz, magistraturaga o'zimizga topshirdingiz, 1 yil o'qidingiz, 6,5 IELTS bilan chetga harakat qildingiz, universitet topdingiz Angliyadan, Germaniyadan dedingiz, Irlandiya, boshqa mamlakatlardan dedingiz. O'sha tanlovda Germaniya varianti bo'lsa, Germaniyada o'qish sekin, yashash xarajatlari arzonroq. Nimaga Angliyaga burilib fikr Angliyaga o'zgargan? bordingiz. Bordingiz, shunaqa. Man ham davlatga qaradim, ham universitetga qaradim. Mhm, Man aynan mana shu University of Greenwich tanlashimdan maqsad industrial practice borligi uchun. mhm, Man xohlaganman kompaniyada yoki zavodda tajriba orttirishni. O'zingiz ham bilasiz, O'zbekistonda ham zavodda ishlashga tajribangiz bor bo'lsa, yaxshi ish topsangiz bo'ladi, ham yaxshi oylikka ishlasangiz bo'ladi. Man o'ylaganman, O'zbekistonga qaytib kelganimdan keyin ham zavodlarda balki yoki kompaniyalarda yaxshi ishlash, yaxshi ish topish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi, agar menda experience bo'lsa deganman. Chunki masalan, bilsangiz, Toshkent farmatsevtika institutini 5 yil o'qiganingiz bilan, lekin siz ish bo'yicha hech qanaqa tajriba olmaysiz.
aptekaga ishga borsangiz ham noldan boshlashingiz kerak. Qaysidir tashkilotga ishga borsangiz ham noldan boshlashingiz kerak. Institutda sizga ishlash bo'yicha bilim berishmaydi. Bu siz ham yaxshi bilasiz buni. Shunaqa. Men qarab chiqqanimda, ya'ni bu 2-yilda o'zi o'shanga tayyorlashar ekan, o'shanaqa kursi bor ekan, ya'ni 1 yil davomida o'sha internship o'tashga o'zi kurs modul bor shekilli, adashmadimmi? Ha, modulimiz bor. O'sha Ular sizlar bizga tayyorlaydi. yordam berishadi. Tayyorlab olmas, masalan, bu yerda ko'p narsani CV'siz hal qilgani uchun CVga yordam berishadi xolos. Lekin anaqa praktika qilish uchun joy topish o'zingiz zimmangizda. Bunda Juda ham qiyin. bir yil kurs tugatganingizdan keyin o'sha industrial practice'ni apply qila boshlaysiz. O'sha jarayonda kira olmay qolsangiz, masalan, biron bir joyga apply qilganingizda, keyin qaytib ketishga majbur bo'lasizmi? Men shu savol bilan Yo, universitetga diplom olmasligingiz mumkinmi demoqchiman-da. Yo'q, diplom olasiz har qanaqasiga. Har qanaqasiga diplom olasiz. Menda mana bunaqa xuddi men o'qiyotgan yo'nalishi 1 yilligi ham bor. Ya'ni without industrial practice. Internship yilsizi bor. Agar siz internship qilishga joy topa olmasangiz shu 1 yil ichida faqat diplomingizni olasiz, shu praktika qilmagan bo'lasiz. Tushunarli. U 1 yil ichida topish kerakmi yoki qanaqadir 1 oy, 2 oy davomida vaqt beradimi? Hozircha bizga deadline aytishmadi. Aynan mana shu vaqtgacha topishinglar kerak deyishmadi. Lekin bilsangiz, menimcha ko'proq vaqt bersa kerak, chunki kompaniyalarga qabul qilish o'zi qiyin. Masalan, birinchi bo'lib sizni dokumentlaringiz ko'rib chiqadi, birinchi etapda. Dokumentlaringiz o'tgandan keyin sizni nechtadir intervyular kutib turadi. Birinchisidan o'tsangiz, ikkinchisidan o'ta olmasligingiz mumkin. Ikkinchisidan o'tsangiz, uchinchisidan o'ta olmasligingiz mumkin. Bu ancha-muncha vaqt oladi. Tushunarli. Bu internshiplar unpaid bo'ladimi, paid bo'ladimi? Paidlari ham bo'ladi, unpaidlari ham bo'ladi. Kompaniyaga qarab. Tushunarli. Baribir paid internship tanlaganingiz ma'qulroq, ya'ni agar chiqsa iloji boricha baribir moliyaviy jihatdan yordam bo'ladi-da. Shunaqa, masalan, baribir yarim stavkali ishingiz bo'ladi-da, part time job bo'ladi. Tushunarli. Hozirgi kunda kurs modullaringiz qanaqa? Qanaqa fanlar kurs modullarida o'tyapsizlar? Yoki 1 yil bo'ldi, adashmasam 1 yil bo'ldi sizga. Ha, 1 yildan o'tdi. Endi tugab qoldimi? Ha, o'sha men anaqa topshirib bo'ldim dissertatsiyamni. Upload qilib bo'ldim. Muvaffaqiyatli yakunladingizmi? Xudo xohlasa-da. Ya endimi, ya bo'ldimi, tugadimi? Yo'q, dissertatsiyamni yuklab bo'ldim. Endi Yakunladingiz. qiladigan ish faqat mana shu internship uchun joy topish qoldi. Unaqa tabriklayman muvaffaqiyatli yakunlaganingiz uchun. Rahmat. Hamma modullarimni yopdim. Faqat mana shu joy topishim kerak. Tushunarli. Kurs modullaringiz haqida gaplashsak, 5 tami kurs modullaringiz bor ekan. Shunaqa. O'sha qaysi bittadan gaplashsak bo'ladi, ya'ni qanaqa farqi bor bizdagi bakalavr, ya'ni magistraturani 1 yil o'qidim dedingiz. Toshkentda o'qigansiz, o'zimizda bilasiz. O'shani taqqoslab bir solishtirib bering. Aynan magistraturani, bakalavrni emas. Bakalavrni kerakli joyda qo'shsangiz bo'ladi, lekin umumiy ta'lim sistemasi haqida solishtirsangiz bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda ham 1 yil magistratura o'qidim, farmatsevtika institutida va mana Angliyada ham 1 yil o'qidim. Bilasizmi, bizada magistraturada nimaga tayyorlashadi? Men tushunishim bo'yicha magistrantlarni ko'proq o'qituvchi bo'lishga tayyorlashadi. Ya'ni o'zini o'rnini bosishga tayyorlashadi o'qituvchilar. Chunki deyarli har dars prezentatsiya qilib borishingiz kerak. Har dars konspektingizni to'ldirishingiz kerak. Mana shunaqa. Va ertalab soat 8 dan 12 gacha sizga dars qo'yilgan bo'lsa, 8 dan 12 gacha o'sha yerda o'tirishingiz kerak.
Siz balki 10 daqiqa bo'larsiz, u ish esa 11 daqiqa bo'larsiz, lekin 12gacha o'tirishingiz kerak. Mana shu narsa. Bu yoqda masalan o'qiyotganimda erkinlik ko'proq, lekin o'qish qiyin. Bilim talab qilinadi. Masalan, bitta prezentatsiyani tayyorlash uchun sizga 2 oy, 3 oy avval muhlat beradi. Mana mavzuingni tanla, mana shu kuni deadline aytadi. Mana shu kuni san prezentatsiyang bo'ladi. Mavzuingni tanla, tayyorla. Bitta prezentatsiya uchun 2 oy, 3 oy tayyorlanasiz. Bizda O'zbekistonda har kuni bittadan prezentatsiya. Dars o'tib berish kerak. Dars o'tib berish kerak. Dars o'tib bermasangiz ham masalan chiqib mana mani prezentatsiyam deb o'sha PPT formatni ko'rsatib mana bunaqa qildim deb berishingiz kerak. Qarangda, endi bitta prezentatsiyani tayyorlash uchun bu yoqda sizga 3 oy muhlat beryapti-da. Siz O'zbekistonda har kuni bittadan prezentatsiya tayyorlayapsiz. Ya'ni bu narsani farqi katta-da. Siz bitta mavzuni olib, uni yaxshilab ich-ichiga kirib o'rganib chiqishingiz uchun vaqt talab qilinadi. Shunchaki bo'ldi baho uchun qiladigan prezentatsiyangiz u boshqacha bo'ladi. Bu bitta aslida prezentatsiyani tayyorlash uchun u mavzu ustida qancha o'qish, izlanish olib boriladi-da. Shunaqa. Bizda nima bo'ladi? Bizda o'sha mavzuga aloqador biron bir artikl yoki nimadir kitobdan olinadi va copy paste qilinadi. Ozroq Yoki inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilasiz. O'zbekchaga tarjima qilasiz, keyin berib qo'yasiz. Ular ham xursand. Shunaqa. Endi masalan, bu yoqda prezentatsiyada so'rashadi. Bu yoqda prezentatsiya qilishdan avval laboratoriya mashg'uloti bo'ladi. O'sha laboratoriya mashg'ulotida nimani o'rganding va nima narsa yangi, shunga o'xshagan mavzuda prezentatsiya qilganmiz. Tushunarli. Masalan, 1 yil o'qigan bo'lsam, 4 ta 5 ta fan tugatgan bo'lsak, men 2 marta adashmasam prezentatsiya qildim. Dissertatsiyamdan tashqari. Kurs modullaringiz haqida ham gapira olasizmi? Ya'ni qanaqa kurs o'tganligingiz, nomini aytib, o'zingizga masalan yoqqan, yoqmagan jihati, qanaqa yangi narsalar oldingiz? Yoqqan jihatlari ko'p, lekin qiyin aytganimdek. Masalan, menga yoqqan jihati bu yoqda laboratoriya. Men endi bilasizmi, baribir o'zbek tilida o'qiganman-ku. Laboratoriya laboratoriya jihozlarini nomini hammasini o'zbek tilida bilaman. Birinchi qiynalgan jihatim shu bo'lgan. Laboratoriyaga kirdim, katta laboratoriya, endi katta universitet. Men asosan kursdoshlarim hindlar va afrikalilar. Bilsangiz, afrikalilarni birinchi tili ingliz tili, hindlarni ikkinchi tili ingliz tili. Ular juda ham yaxshi gapirishadi. Aksent har xil bo'lishi mumkin, lekin yaxshi gapirishadi va hamma narsani bilishadi. Bitta men u yoqdan bu yoqqa masalan qiynalyapman-da, boshida qiynalganman. Shu laboratoriya nimalarini, jarayonlarni nomini inglizcha o'rganishga. Kimdir kelmoqchi bo'lsa, aynan farmatsevtika sohasiga o'qishga kelmoqchi bo'lsa, tavsiya qilardim oldindan mana shunaqa terminologiyani yaxshilab o'rganib ketishlarini. Tushunarli. Demak, masalan, 3 ta 4 ta darsdan keyin o'rganishni boshladim. Bildim hamma narsa nimaligini. Modullarga keladigan bo'lsak, modullar mana bunaqa sizni nimadir o'rganishingizga qaratilgan, lekin majburlashmaydi. Masalan, bizada bakalavr o'qiyotgan paytimiz katta-katta instrumentlarning nomini o'qib ketganmiz-ku, kitobda faqat rasmini ko'rganmiz. Lekin bu yerda qo'lingiz bilan ishlatib ko'rgizishadi. Va aytishlari bo'yicha intervyularda kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, shu narsani ishlatishni bilasanmi, yo'qmi deb so'rar ekanam. Va ba'zi holatlarda olib kirib ishlatib ber, ko'rsatib ber, qanaqa ishlatish deyishi mumkin ekan. Shu narsaga tayyorlashadi, lekin 1 marta, 2 marta ko'rsatilgani bilan siz uni yodlab qola olmaysiz, juda ham, chunki device, ya'ni apparatura katta, uni o'rganish ham kerak, ancha uni qanaqa ishlatishdi. Va yana modulda menga yoqadigan tomoni, sizga yetarlicha vaqt berishadi. Masalan, bitta vazifani beradi-da, deadline beradi 2 oy, 3 oy avval.
Siz uni xohlasangiz hozir qilasiz, xohlasangiz bir haftadan keyin boshlaysiz. Ya'ni, mana shu vaqtda hozir qilib berasan deydigan narsa yo'q. Tushunarli. Baribir akademik English kerak. Kerak. Baribir qiynaladi akademik English bo'lmasa. Terminologiyani o'rganmagan bo'lsa, ya'ni biz o'zbek tilida o'qiganmiz, ingliz tilida o'qimaganmiz, akademik English baribir kerak. O'shaning uchun o'sha ingliz tilini o'rganayotganlarga ketishdan oldin, borishdan oldin qanaqadir kimyoviy yoki biologiyaga oid qanaqadir inglizcha adabiyotlarni o'qib bir ko'zdan kechirgan ma'qulroqda o'rganib chiqmoq. Shunaqada shuni tavsiya bergan bo'lardim. Menga qiziq bo'lgan yana bir qism bu amaliyotdagi laboratoriyangiz. Qanaqa devicelar bilan ishlagansiz, qanaqa tajriba oldingiz? Man masalan hali praktikani boshlamadim. Zavodda ishlashni hali boshlamadim. Haliyam zavod qidiryapman ishga oladigan. Biza nimada shu o'quv yilini o'qiyotgan paytimiz har xil nimalarga modullarda har xil devicelarni ko'rsatib o'tishdi. Masalan, X-rays qanaqa shunga o'xshagan. Lekin masalan mani asosiy ilmiy ishim, dissertatsiyam ishi kosmetologiyaga yaqinroq bo'ldi. Ya'ni 4 xil sovunlarni tayyorladim va o'sha sovunlarni vaqt davomida qanaqa o'zgarishi, qanaqa bo'lishini tekshirish bo'ldi. Lekin bu jarayon unaqa katta devicelarni talab qilmaydi. Oddiyroq kichkina devicelar bilan ishladim. Lekin kursdoshlarim ishlashdi, qanaqadir anaqa tabletka tayyorlashdi, ular boshqacha devicelar bilan ishlashdi. Tushunarli. Bu tayyorlagan sovuningiz qanaqadir maqsad yo'lida tayyorlanganmi? Ya'ni masalan quruq teri uchun yoki nam teri uchun yoki qanaqadir antibakterialniy. Yo'q, masalan, bizani sovunimiz, mani ilmiy ishimning maqsadi sovun tarkibidagi natriy gidroksid bor-ku. Biz oddiy ishlatiladigan sovunlarning tarkibida unchalik ko'p bo'lmaydi. Biz tajriba qilib ko'rdik. Shu natriy gidroksidni sovun miqdoriga ko'proq qo'shsa nima bo'ladi? O'shani qilib ko'rdik. Va tajribadan maqsad shu bo'ldiki, oxirgi olgan natijamizda qanchalik ko'proq natriy gidroksid qo'shgan bo'lsak, sovun shunchalik qattiqroq chiqdi va shakli kichkinaroq chiqdi. Shuni aytdik va bilasiz, natriy gidroksid ishqor, tanaga yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin amaliyotda bu yerda mani professor o'qituvchim aytdi, bitta tanishi natriy gidroksid ko'p qo'shib sovun tayyorlar ekan, lekin hech kimimiz tanasiga yomon ta'sir qilmas ekan. Uni ma'lum bir pH chegarasi bor bo'lishi kerak. O'sha chegaradan o'tmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa, boshqa parametrlari ham bor. Shunda konsentratsiyasi va pH chegarasi. Shunaqa. Asosiy normada bo'lsa, menimcha hech qanaqa muammo kuzatilmagan bo'lsa kerak. Ilmiy ishingizda o'sha qilishingizda juda katta qiyinchilik kuzatilmadimi? Endi ilmiy ishni dissertatsiya yozishda eng katta qiyinchilik yana shu akademik English va terminologiya. Siz ingliz tilini yaxshi bilganingiz bilan akademik English umuman boshqa narsa va siz o'zingizni faningiz doirasidagi terminlarni hammasini bilishingiz kerak. Endi Google'dan qidirib, ChatGPT'dan so'rab harakat qildim o'rganishga, lekin menda ko'proq vaqt oldi. Chunki kundalik so'zlashuvda ishlatib yuriladigan so'zlar emas bu. Birinchi marta o'qituvchimga qoralamasini jo'natganimda aytdi-da, ChatGPT'dan foydalanibsan, ko'proq anaqa natural qil dedi.
akademik inglishga ko'proq e'tibor berdi. Siz bilimingizni chiroyli qilib akademik inglishda, terminologiyada chiroyli qilib ta'riflab berishingiz kerak. Tushunadi. Baribir hozir ChatGPT bor. O'zimizdagi magistraturani o'qiyotgan talabalarni ham ko'raman, foydalanishadi. O'qigan kishiga baribir seziladi. Bu inson tomonidan emas, ChatGPT tomonidan yozib berilganligi. Endi buni plyus tomonlari ham bor, minus tomonlari ham bor. Endi buni qanaqa maqsadda, qanaqa ishlatishga bog'liq. Asosan ChatGPTni qidiruv tizimi sifatida ishlash, nimanidir qidirib topish, o'rganish yo'nalishida ishlatsa zo'r, ancha qulay Google'ga nisbatan. Endi biron bir to'liq bir ishni qilib berishdi, yozib berishdi, so'rab olib copy paste qilib topshirsa nimadirgadir o'zingizga ham foyda emas, hech kimga o'zingizni o'zi quruq aldagan bo'lasiz. ChatGPTdan siz faqat fikr olishingiz kerakda. Fikr va yo'nalish olishingiz kerak. Bergan yo'nalishga qarab o'zingiz ko'proq izlanish qilishingiz kerak. Shunaqa. Bakalavr deman. Magistratura 1 yil o'tdi. Mana biz ko'pchilik joyda magistratura 2 yillik. Sizga tuyulmadimi 1 yil? Yoki qanaqadir bu 1 yillik sistema bu boshqa 2 yillik sistemaga qaraganda intensivroqmi? Yo'q, qarang, o'zi 1 yillik sistema yetadi sizga. Agar siz faqat o'zingizni dissertatsiyangiz ustida ish olib borsangiz va faqat shu ilmiy ishingizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni o'rgansangiz, 1 yillik yetadi menimcha. Chunki masalan, men magistraturada o'qiyotganimda judayam ko'p narsa o'qidik, ko'p fan o'qidik. 1 yil ichida 10 tami fan tugatdik. O'zbekistondami? O'zbekistonda. Keraksiz fanlar ko'pmidi? Ha, endi keraksiz deyolmaysiz-ku, lekin meni dissertatsiyamga aloqasi bo'lmagan fanlar ko'p edi. Tushunarli. Bizda qanaqa o'qitishadi-da, hamma narsani bilishing kerak deyishadi. Hamma narsadan ozginadan bilasiz, lekin o'zingizni bu muhim bir yo'nalishingiz bo'yicha zo'r unaqa bilimli bo'lib chiqmaysiz universitetda. Menga shunaqa tuyuladi, bilmadim. Adabiyotlardan foydalanish qanaqa sizlarda? Maxsus kitoblar bormi magistratura uchun yoki o'sha kurs uchun? O'zlari berishadi, laboratoriya qo'llanmalarini o'zlari berishadi. Qo'shimcha sifatida kitob o'qiyman desangiz, kutubxonada kitob varianti ham bor, elektron varianti ham bor, bemalol o'qisangiz bo'ladi. Adabiyotlarda yangilanib turish qanaqa? Bizda 90-yillardagi kitoblardan foydalanib o'tamiz-ku. Bu yoqda ham foydalanishadi, lekin aytganimdek, masalan, bitta ma'lumotni pochtadan olib, mana shu ma'lumotni men bu kitobdan oldim degan narsani qo'yishmaydi. O'qidim, mana mamlaqa yozilgan ekan deb o'zingiz tilingiz bilan yozasiz deyarli. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha kurs modul yoki fan bo'yicha adabiyotlar tez yangilanib, unga yangi o'zgarishlar kiritishib turishadimi demoqchiman. Qarang, bu yerda masalan bizda O'zbekistonda mana manu kitob bo'yicha o'qitiladi deb berishadi, qo'lingizga kitob. Bu yerda unaqa narsa ko'rmadim. Bu yerda faqat laboratoriya uchun o'sha laboratoriya qanaqa ketma-ketlikda qilishingiz kerak bo'lgan qo'llanmani berishdi. Lekin leksiyalar uchun boshqa manba, masalan, reportlar yozdik, ular uchun aynan mana bu kitobdan o'qib yozishing kerak degan narsani hech kim aytmadi. Uni o'zingiz Googledan search qilib, masalan, sizga mavzu berildimi, o'sha mavzu bo'yicha search qilib yozasiz. Va o'zi chiqib keladi kitoblar. O'shalardan o'qib keyin bitta report yozasiz. Tushunarli. Demak, sizlarga mavzu beriladi. O'sha mavzu bo'yicha o'zingiz mustaqil boshqa resurslardan foydalanib, izlanib, o'qib, xulosa qilib, report yozasiz. Shunaqa. O'zingiz o'sha o'qib topib, anaqa qilasiz, yozasiz, keyin o'qituvchi buni tekshirib beradi, yuklashingizdan avval. Xohlasangiz tekshirtirmasligingiz ham mumkin, lekin tekshirtirgan yaxshiroq. Xatolaringizni topib beradi.
Aha, tushunarli. Laboratoriyada e, qiynalmadingizmi? Bizda masalan laboratoriya sharoiti juda zo'r emas. Institutda o'sha Mhm. laboratoriyada qanaqa bo'ldi o'rganishingiz o'sha jarayonda? Yo'q, yoningizda doim laborant bo'ladi. Mhm, Laborant o'qituvchi bo'ladi. Aylanib yurib ko'rib yuradi hammani nima qilayotganini. Ham kitobingizda hamma narsa to'liq yozib qo'yilgan. Mana bunaqa natija bo'lishi kerak, mana bundan keyin buni qilasan, shunaqa yozilgan. Hammasini qoida bo'yicha qilsangiz bemalol eplasangiz bo'ladi. mhm. Va bu Tushunarli. yoqda oq xalat, o'zlari oq xalat anaqa berishdi, ko'zoynak berishdi. Safety glasses deydi bu yoqda. Mhm, Oq xalat faqat laboratoriyada kiyasiz. mhm. Leksiyalarga kiyilmaydi. Kalpachak yo'qmi? Yo'q, kapachok umuman yo'q. Lekin laboratoriyaning qoidalari bor. Masalan, yopiq oyoq kiyim kiyishingiz kerak, Mhm, tanangiz yopiq bo'lishi kerak, xalat kiyishingiz kerak, safety glasses kiyishingiz kerak, sochlaringiz mhm. yig'ilgan, shunaqa bo'lishi kerak. To'g'ri. Bizda bizdagi keraksiz, mantiqsiz kalpachok, ingliz tilida o'tirganda ham kiyadigan xalat va kalpachok degan narsalar yo'q. Shunaqa. Galstukda Man qo'ygan. man hozir aptekada ishlayman. Mhm, Aptekada ishlash o'zi ham ish topsam ancha qiyin bo'ldi. Aptekada ishlayman. Aptekadayam xalat kiymaymiz. mhm, Tushunasizmi? Ba'zi aptekalarda ko'raman xalat kiyishadi, lekin ba'zilarida kiyishmaydi. Masalan, biz ham kiymaymiz. Chunki bunday o'ylab qarasangiz, xalat nima uchun kerak? Siz qanaqadir tajriba qilayotgan paytingizda ustingizga yomon modda sachramasligi uchun himoya sifatida kerak. mhm. O'shada asosiy mantiq kerak joyda biz mantiqsizlik ko'pda bizda. Xalat nima uchun kerak? Himoya vositasi sifatida kerak. Boshqa joylarda kerak emas joylarda nima kerak? Aktivniy zalga hollarda yig'ganda ham bizda kalpochok, oq xalat, ingliz tili darsida ham, falsafa darsida ham o'shanaqa. Yani mantiqsizlikda bu narsa. Tushunarli. Hozir aytdingiz, afrikalik kursdoshlaringiz borligini, hindistonlik kursdoshlaringiz borligini, baribir o'shalar bilan o'zingizni ma'lum miqdorda solishtirasiz. Bilim jihatdan yoki boshqa ko'nikmalar bor yo'qligi jihatidan solishtirasiz. Qanaqa o'zingiz kuzatdingiz bu narsani? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ularda qanaqa narsalar ko'nikmalar yaxshi rivojlangan, sizda bu narsa yo'q yoki sizda yaxshi bilim, ya'ni sizda yaxshi bilim bor bu bo'yicha, ularda esa kamroq yoki ular umuman bizdan zo'rmi? Masalan, bu yerdachi kursdoshlaringiz bilan man o'qigan yo'nalishda biz leksiya o'tardik faqat. Faqat leksiya va laboratoriya ishi. Leksiyada 100tadan oshiqroq odam birga o'tirib leksiya tinglaysiz. Mhm, Laboratoriyada bo'lsa, sizni 5tadek yoki 3tadek guruhlarga bo'lib qo'yishadi va har safar har xil odam bilan tushasiz. Bu degani sizni aniq bitta gruppangiz yo'q. Mana 10 kishidan iborat gruppamiz bor. Har kuni darsga birga kiramiz. Bunaqa narsa yo'q. Ya'ni bunaqa narsa bo'lmagandan keyin siz har kuni har xil odam bilan gaplashasiz deyarli. Va unaqa yaqin, har doim birga bo'ladigan kursdoshingiz ham bo'lmaydi. Chunki bu yerda hamma o'zi bilan o'zi ovora. Lekin boshqa kursdoshlarim, laboratoriya birga qilgan kursdoshlarim bilan gaplashganman. mhm, Bittasi bakalavr bitirgan ekan, magistratura nimada, farmatsevtika sohasida, Indiyada va bakalavr bitirgandan keyin zavodda ishlagan ekan. 1 yillik zavod tajribasi bor ekan. Zavodda nima ish qilyapsan desam, san ishlab chiqarish bo'limida bo'lganmisan yoki dokumentlar bilan shug'ullanganmisan desam, ikkalasi ham dedi. Ha dedim, demak bunda tajriba bor dedim. Internshipga joy topishi bunda osonroq bo'lishi mumkin dedim. Chunki masalan menda zavod haqida umuman tushuncha bo'lmagan. O'zingiz bilasiz, farmatsevtika yo'nalishini bitirgan, farmatsiya yo'nalishini bitirganmanman. Bizani umuman zavodga olib kirishmagan, qanaqa ko'rinish bo'ladi, unaqa narsalar qilinmagan. Va afrikalik bitta o'rtog'im bor. U lekin umuman boshqa sohani bitirgan, ya'ni u
anaqani bitirgan, biologiyani bitirgan, farmatsevtika emas. Mani kursdoshlarim orasida ximiyani bitirganlar, biologiyani bitirganlar, mikrobiologiya bitirganlar bor, Hmm. bioximiya bitirganlar bor. Hamma har xil yo'nalishdan kelgan, har xil davlatdan. O'sha afrikalik o'rtog'im aytdi, u endi kimyo o'qimagani uchun bizani modullarimiz asosan kimyoga asoslangan. U lekin qiynalardi. Menga lekin qiyin. Men kimyo o'qimaganim uchun qiynalaman bu modullarga deydi. Lekin shu ingliz tili bilish darajasi yaxshi bo'lgani uchun plus minus bo'lib ketadi-da. Hmm. Shunaqa. Hammada baribir har xil ko'nikma rivojlangan Ha, bo'ladi. Qaysidir ko'nikma kam bo'lsa, o'shani asosan urg'u o'shanga bo'ladi. Kimdir ingliz tili bo'lsa ko'proq shunaqa. akademik inglizga, kimdir kimyo bo'lsa kimyoga ko'proq urg'u beradi. Hozir boshida bitta qism haqida so'rayman deb unutibman. Bu qismda gaplashishimiz kerak edi. O'sha bilan hozirgi qanaqa ish topganingizni ulasak bo'ladi. Ya'ni siz universitetga apply qilganingizdan keyin, tavsiyanoma xati olganingizdan keyin viza olish jarayoni bo'ladi. O'sha haqida gaplashsak, ya'ni siz universitetga topshirdingiz, apply qildingiz, oldingiz, qabul xati oldingiz, keyin qanaqa qilib viza oldingiz? O'sha haqida gapirsangiz. Qabul xati oldim. Qabul xati olganimdan keyin nimaga scholarshipga motivational letter yozishni boshladim. Unga harakat qildim va siz qabul xatini olganingizdan keyin orada qanchadir muddat beradi. Adashmasam 2 hafta beradi. 2 hafta ichida siz 3000 pound kontrakt summasini to'lashingiz kerak. Agar to'lamasangiz, sizni o'rningiz bekor qilinadi. O'rniga boshqa student olaman deydi. 3000 pound borib to'laganmiz kontraktni. Keyin undan keyin o'sha scholarship olganim haqida ma'lumot olganman. Endi 1 yildan o'tdi bu nimalarga, voqealarga hozir eslab sekin javob beraman. Bemalol. Keyin vizaga hujjatlar taxlashni boshladik. O'zi masalan sizga emaildan keladi. Mana bunaqa hujjatlar kerak bo'ladi deydi. Ularni hammasini taxlab keyin vizaga appointment qilishni boshlaysiz. Vizaga appointment qilish uni ham o'zini to'lovi bo'ladi. National insurance, ya'ni sug'urtaga to'lashingiz kerak. Menda hozir 2 yillik vizam bor bo'lgani uchun sug'urtaga ham 2 yilga, ya'ni ko'proq muddatga ko'proq summa to'laganman. Shunaqa o'zi universitet qabul xati olganingizdan keyin o'zi sizga yo'nalish beradi. Mana buni qil, buni qilishing kerak deydi va o'zini support team bo'ladi, ya'ni sizni support qiladigan odam bo'ladi. Ularga bemalol emaildan yozsangiz bo'ladi. Men necha marta email yozganman, dokumentlarimni jo'natgungacha ham, qabul xati olgungacha ham. Va o'sha viza jarayonida dokumentlarimni taxlab hammasini nimaga topshirish uchun ham viza centerga nima deydi, pasportingizni berishga kirganingizgacha ham sizda hisobingizda pul turishi kerak. Hozir qancha qo'yilgani aniq esimda yo'q, lekin kattaroq summa qo'yilgan. Chunki u summa sizni hisobingizda 1 oydan ko'proq turishi kerak. Kamida 27 kunmi qanchadir adashmasam turishi kerak. Bu nimani bildiradi? Sizni hisobingizda pulingiz bor, mana buni hisobida puli bor. Bemalol u yoqda Angliyaga borganda och qolmaydi, ko'cha topolmaydi, o'zini eplaydi degan narsani bildiradi. Va bankdan o'sha hisobingizda qancha summa qachondan qachongacha turganligi haqidagi hujjatni olib borasiz viza centerga. Tushunarli. Bu aytganingiz boya bank statement. Bank statement. Hisob raqamda 1 yillikga bo'lish kerakmi yo 1 oylikniki bo'ladimi? Yo'q, 1 oylik. 1 oylik bo'ladi. 1 oylik sizga yetarli darajada, masalan 1 oylikka masalan yashash xarajatiga
sizga taxminan bir $3,000 hisoblasak endi u yog'ida shu. Yo'q, unga qarab hisoblamaysiz uni. Mhm, Uni masalan sizni kontrakt summangiz qancha bo'ladi? O'shanga qarab hisoblaysiz. mhm, Kimdadir kontrakt summasi ko'proq, kimdadir kamroq va National Insurance, ya'ni sug'urtaga to'laydigan pulingizga ham qarab bo'ladi. mhm. Tushunarli. Demak, Shularga qarab hisoblab chiqariladi. Eng e, kamida mana shu summa sizni hisobingizda turishi kerak ekan degan narsa bo'ladi. mhm. Yaxshi ekan. Boshqa masalan Germaniyaga masalan hujjat qilsangiz, bu yerda 1 yillik bank statement so'rashadi. Taxminan bir 12,000 Yo'q, yevrolar. bu narsa boshqacharoq. Ya'ni mana Germaniyaga topshirayotgan paytingizda siz o'zingizni Germaniyadagi hisobingizga pul qo'yasiz. Mhm, O'zbekistondagi emas. Germaniyadagi hisobingizga pul qo'yasiz va uni qaytarib ololmaysiz. Uni Germaniya sizga oyma-oy xuddi stipendiyaga o'xshab tashlab boradi. mhm, Bu yoqda Londonga kelish uchun bunaqa sistema emas. Siz O'zbekistondagi akkauntingizga pul qo'yasiz. Shunchaki bu narsa siz UK vizasini olishingiz uchun. UK vizasini olishingiz uchun sizda mana bunaqa approve bo'ladi, ya'ni proof bo'ladi. Sizni pulingiz bor, borgandan keyin bemalol yashab keta oladi degan narsa bo'ladi. O'sha vizani olib bo'lganingizdan keyin u hisobingizdagi summani yechib olsangiz bo'ladi. mhm. Tushunarli. Demak, mana bunaqa ekanda, siz O'zbekistonda mana shuncha pulim bor, u yoqqa borganda bu yashash xarajatim uchun, kontrakt to'lovim uchun yetarli darajada degan ishonchnomadek Shunaqa narsa ma'noda. ekan. Shunaqa ma'noda. Keyin ular UKga borganingizda o'zingiz ta'minlab ketishingizga yoki O'zbekistondan yordam olishingizga ko'zlari yetishar ekanda. Yetadi. Shunaqa. Bu narsa viza olish uchun. Yaxshi. Men o'ylagandimki, qanaqadir bir 1 yillik bir 12,000, 13,000, balki $15,000 qo'yilsa kerak bank shot, bank Yo'q. statement deb o'ylagandim men Angliyadagi shotingizga. Yo'q, unaqa emas. Tushunarli. Bu yerda kattaroq summa qo'yiladi. Tushunarli. Demak, vizangiz chiqdi, vizani oldingiz, u yoqqa bordingiz, magistraturani deyarli bir kurs tugadi. Endi CV yozish jarayonidasiz, ya'ni internshipga apply qilyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Yaxshi. O'sha 1 yillik davomida social life qanaqa ketdi? Social life yaxshi. Masalan, har doim yangi joyga ko'chasiz, yangi odamlar bilan tanishasiz. Faqat sizni o'rab turgan o'zbek qobiqdan chiqishingizga to'g'ri keladi. Chunki men mehmonxonada ishladim, resepsiyonda. U yerda ham o'zbeklar bor edi, lekin kamroq edi. Va mani o'zbeklar bilan shiftni bitta qo'ymasdi deyarli. Boshqa millatlar bilan ishlaganman. Va hozir aptekada ishlayapman. Umuman o'zbek yo'lda tursin, umuman Osiyodan hech kim yo'q. Yevropaliklar, Afrikaliklar bilan ishlayman. Har xil millatni ko'rasiz, har xil madaniyatni ko'rasiz. Shunaqa. Men Instagram sahifangizga kuzatganimda ko'p tadbirlarga ham qatnashgan ekansiz. Marafonlarga, qanaqa yugurish marafoniga borganingiz bitta videosini ko'rdim. Volontyor sifatida. Keyin qanaqadir o'zbek segmentidagi tadbirlarga ham borgan ekansiz. Elchixonadagi tadbirlarga ham borib turaman. O'zbekiston Student Unionga ham a'zoman. U yerda ham volontyorlik qilib turaman. Umuman olganda, bilasizmi, bu yerda ishga apply qilasizmi yoki o'qishga apply qilasizmi, CV'ingizga katta ahamiyat berishadi. Va CV'ingizda qanchalik volontyorlik ishlaringiz ko'p bo'lsa, siz shunchalik darajada social odam hisoblanasiz, ya'ni. Va bu narsa sizga yaxshilikka ishlaydi. Ham bu yerda networking juda ham muhim. Tanish bilishlaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni bu tanish bilish deganda O'zbekistondagidaqa emas. Palonchini jiyanida buni ishga olinadi. Unaqa narsa emas. Shunchaki masalan, deylik, men siz bilan tanishman. Siz qanaqadir kompaniyada ishlaysiz. Men o'sha kompaniyaga
ish qidirib boryapman, CV'imni olib bordim va siz aytasizda xo'jayiningizga, "Men bu odamni taniyman" deysiz. Desangiz, "Ha, yo'q, mayli, unda shuni CV'sini birinchi ko'rib chiqaylikchi" deydi. Mhm. Shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Mhm. Atak Shuna- lekin CV'im mani CV'im u talabga javob bermasa baribir olmaydi. Mhm. Lekin Ah, ko'rib chiqilishi ham bu katta yutuqda. mhm. Shunaqa Aytmoqchi bo'ladi. bo'lganim, ya'ni umuman nima social life'da muhimligi, ya'ni siz volontyorlik qilasiz yoki qayerdadir internship qilasiz, bu narsa nima uchun kerak? Siz boshqalar bilan communication, muloqot qila olishingiz muhim hisoblanadi har qanday ishda. Shunaqa Bu shunaqa narsa, man bu ko'nikma sizda bo'lmasa, katta ehtimol bilan universitetdagi do'stlaringiz bilan ham yoki qanaqadir bir ish joyingizdagi kollektiv bilan ham chiqishib ketishingiz qiyinroq bo'ladi. Bu narsa ish jarayoniga yomon ta'sir qiladi. O'shaning uchun chet elda bu ijtimoiy ko'nikmasi qanaqa darajada rivojlanganiga qarashadi. shunaqa ham. Bizda esa bu narsaga e'tibor berishmaydi. Masalan, bu yerda introvert bo'lsangiz yutmaysiz. Shunaqa. Ko'proq ekstrovert bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Men o'zim introvert bo'lganman. Endi mana sekin-sekin Mhm. chiqishuvchan bo'lishga, ko'proq shunaqa davrlarga qo'shilishga harakat qilyapman. Tushunarli. Demak, siz UKga borganingizda qaysi oydan qanaqa ish topganingiz haqida gaplashaylik. Qancha vaqtda ish topdingiz, qanaqa topdingiz? Ish topish bu yerda oson emas. Ya'ni oson, qora ish topish oson. Masalan, restoranda, turk restoranida juda ham ko'p u yerda ishlashingiz mumkin, lekin u yerda oylik kamroq berishadi. Masalan, ko'pchilik bu yerda endi qurilishda ishlashadi. To'g'ri, yaxshi pul topishadi, chunki soatlari ko'p bo'ladi. Ko'proq ishlab yaxshi pul topishlari mumkin, lekin ofitsialniy ishga kiraman desangiz, ancha chanqoqdan o'tishingiz kerak. Men masalan birinchi o'sha hotelga resepsiyonist bo'lib ishga kirayotgan paytimda ham CV'imni jo'natganman, email yozganman. Birinchi emailimda javob kelmagan. So'rab, nima bo'ldi, men apply qilgandim, men ishlamoqchiman, men qiziqaman, men shunaqa sohaga, men anaqa ekstrovert odamman, shunaqa deb yozib so'raganman-da endi. Keyin javob kelgan. Shundayam mani bitta o'zbek tanishim o'sha hotelda ishlardi. O'sha ko'ryapsizmi, masalan, networking mana shunaqa paytda yordam beradi. Aynan mani CV'imni ko'rib chiqishgan. Keyin borganman, birinchi intervyudan o'tganman, ikkinchi kuni oradan bir haftami o'tgandan keyin kutyapman, javob kelmayapti. Yana email yozganman, javobingni kutyapman deb. Keyin nimaga chaqirgan? Nima deydi? Shunchaki 3-4 soatlik praktikaga chaqirgan. Endi ishlashingni ko'raylik qani degan ma'noda. Unga borganman. Shu mehmonxona haqida ma'lumot berishgan, bundoq aylantirib, nima qayerda ko'rsatib, mana bunaqa ishimiz bo'ladi deyishgan. U kundan keyin yana email yozganman, nima bo'ldi deb. Keyin o'sha ikkinchi intervyuga chaqirgan. Ikkinchi intervyu hotelda boshlig'i bilan bo'lgan. Haqiqiy ingliz odam, haqiqiy inglizcha aksent. Endi baribir hali yangiman. Bor e'tiborimni berib anaqa eshitib o'tiribman-da. Savol beryapti, javob beryapman ora-orada. Yaxshi, endi masalan shu omad, xudo yoqlagani shu bo'lsa kerak, ishga qabul qilinganman. Ishlashni boshladim, fevral oyidan ishlashni boshladim. Fevral. O'zingiz sentyabrda ketgansizmi? Sentyabr oxirida ketganman. Demak, Ungacha agentstvadan bir marta shift oldim. Bu yerda har xil agentstvalar bor. Masalan, ish beradigan, o'sha agentstvalarga ham hujjatlarimni topshirib chiqqanman. Endi birinchi kelgan paytimda masalan, menda umuman experience bo'lmagan. Ya'ni men hotelda ishlaganman, mana bunaqa narsam bor deyishim kerakligini bilganman, tanishlar aytishgan, shunaqa deyishim kerak deyishgan. Lekin intervyuga borganimda
hoteli ichidagi ishlar haqida savol bergan menga. Ya'ni necha kishi ishlagansizlar, nima ish qilgansan? Man endi unaqa narsalar haqida ma'lumotim bo'lmagan. O'ylamaganmanki shunchalik darajada ich-ichiga kirib so'raydi deb. Ehm, bitta nimadan bitta intervyudan yiqilganman, lekin qolgan ikkinchi, uchinchilar hammasidan o'tganman. Chunki experience bor, qanaqa intervyu bo'ladi, nima bo'lishini bilasiz, hayajonlanmaysiz. Shunaqa bo'lgan. Agentstvadan anaqa ro'yxatdan o'tib, agentstvadan ish olganman. Yangi yil paytlarida. Lekin aytganimdek, bu yoqda ish topish qiyin. Tushunarli. Haftasiga necha soat ishlash chegarasi bormi? Limiti bormi? 20 soat. 20 20 soat. soat. O'sha 20 soatdan oshmagan ya'ni siz 20 soat ishlab, o'zingizni kunlik xarajatlaringizni bemalol qoplasangiz bo'ladi. Bemalol emas, lekin masalan eplasangiz bo'ladi. 20 Ko'chma soat o'tish eplasangiz bo'ladi. Chunki kvarplatangiz bu yoqda qimmatroq. tushunarli. 20 soatdan ko'p ishlab, ko'proq pul topishga harakat qilgan vaqtingiz ham bo'ldimi? Yo, mumkin emasmi? Mumkin emas, keyin ko'p javob bermaydi ham. Tushunarli. Endi masalan bu yoqda ko'pchilik yigitlar dastavka qilishadi. Dastavka qilsangiz bo'ladi. Lekin men mototsikl haydashni bilmayman. Tushunarli. Demak, bolalar borsa, dastavkani O'zbekistonda o'rganib borsa yaxshi, Yandexda. Shunaqa bu yoqda bolalar ko'proq anaqa ishlab ketishadi. Chunki bolalar bor, ishlar ko'p. Masalan, qurilish bor, dastavka bor. Qiz bola bo'lsangiz ham qilsangiz bo'ladi, faqat qila olsangiz-da. Menga qizig'i, mana o'sha 20 soat haftasiga vaqt ajratish ham o'qishdan orttirib qiyin masala-da. Ha, u tarafi ham bor. Charchatadi, masalan, o'qishga fokus qaratishingiz baribir qiyinlashadi. Siz qanaqa epladingiz? Endi harakat qildik. Masalan, mani ish joyim so'radi, qaysi kunlar sani darslaring bor deydi. Men mana shu kunlar darsim bor desam, o'sha kunlar menga ish qo'ymaydi. Boshqa kunlarga ishga qo'yadi. Sizda Gap qil. sizda masalan haftasiga necha kun darsingiz bo'lgan, necha soatdan? Asosan haftada 2 yoki 3 kun bo'ladi darsingiz. Lekin men farmatsevtika sohasi bo'lganim uchun darsdan tashqari laboratoriyalar ham bor edi. Ya'ni universitet o'zi sizni guruhga qo'yadi, ma'lum bir guruhdasan deydi. Mana shu kunlari laboratoriyam bo'ladi, mana shu soatda deydi. Lekin uni oldinroqdan aytadi, masalan, bugun turib ertaga san laboratoriyam bor demaydi. Bu yerda hamma narsa oldinroqdan reja qilinadi, siz vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz uchun. Tushunarli. Shunaqa, masalan, noyabr oyida menga laboratoriyalarga to'g'ri kelgan, lekin men noyabr oyida ishlamayotgan edim. O'shaning uchun bemalol borib kelganman. Tushunarli. Mana bu sentyabrda borgan bo'lsangiz, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar orada 4 oy baribir moliyaviy yordam uydan olgansiz. Ha, shunaqa. Aytganimdek, endi anaqaga shu nima yangi yil atrofi bir marta shift olganman, agentstvadan bo'ldi. Tushunarli. Baribir u yoqqa borishni reja qilayotganlar, agar hech qanaqa grant yetishmasa, bu narsaga e'tibor berish kerak-da. Ya'ni E'tibor berish kerak, ha. bu yoqda bu O'zbekiston uchun kichkina pul emas. Yo'q. Yaxshigina. Men aytgancha hotelda ham ishlaganman boshida borganimda. Adashmasam noyabrlardamidi, yo'q. Oktyabr yoki dekabr deydi. Ozgina hotelda ham chuqur 4 kun ishlaganman. Demak, siz fevralda ish topdingiz. U qancha vaqt ishladingiz? Keyin dorixonaga qachon kirdingiz? 5 oy ishladim mehmonxonada. Mehmonxonadan bo'shadim, keyin dorixonaga kirdim. Yaqinda kiribsiz-da, demak. Iyulda kirdim, ha, 3 oy bo'lib qoldi. Bu jarayon qanaqa bo'ldi? Bu haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha alohida miting bo'lishi kerak. Qisqacharoq aytib ketsangiz bo'ladi. Nima deydi? Apply qilgansiz, qanaqa qabul qilishgan, o'sha yerdagi jarayonlar, ozroq qiyinchiliklar bo'lsa, o'sha haqida gaplashsak. Baribir o'zimizning sohada nima
dorixonachilik o'zimiz soha bo'lgani uchun Hmm. gapirsak ozroq qiziqroqmi deyman. Ha, endi harakat qilaman qisqacha, lekin Mhm. gapiraman desangiz gap judayam ko'p. Bu Mhm. narsa ichiga kirib ketsangiz. Mhm. Masalan, man iyul oyida apply qilgan bo'lsam, man o'zi sentyabr oxirida kelgan bo'lsam, o'shanda ko'p anaqalarga, aptekalarga apply qilib chiqqanman. Mhm. Chunki menda qiziqish bo'lgan, qani bu yoqda apteka sohasi qanaqa ekan, ishlab ko'raychi, farqi nima ekan, afzalligi nima ekan deganman. Lekin qabul bo'lmagan, chunki bu yoqda aptekada ishlash uchun ham oddiy, aptekaning eng oddiy ishchisi bo'lib ishlashingiz uchun ham sizda qanaqadir sertifikatlar kerak bo'lishi kerak ekan. Mhm. Sertifikatlar olishingiz kerak ekan. Keyin shu mehmonxonadan ishdan ketganimdan keyin aptekaga shunchaki universitetimga yaqin joydagi universitetdan uyga qaytayotgan paytimda aptekaga kirdimda man ish qidiryapman dedim. Man farmatsevtman dedim. Mhm. Bitirganman farmatsevtika sohasini. O'zbekistonda ishlaganman, ish qidiryapman hozir dedim. O'sha unaqa uyim yaqin shu yerga. Mhm. Universitetim mana shu yerda deganman. Keyin CV'ingizni olib keling deyishgan. Varaqqa chiqarib olib keling deyishgan. Elektronli kursdan bo'ladimi desam, chiqarib olib kela qoling, ertaga o'sha boss aptekada bo'ladi, unga ko'rsatasiz deyishgan. Mhm. Keyin ertasi kuni borib CV'imni tashlab kelganman. Mhm. Keyin oradan 2 kunmi o'tdi, menga telefon qilishdi. Mhm. Intervyuga keling deb. Bordim, o'sha aptekani egasi bilan intervyu bo'ldi. Aptekamizni egasi judayam yaxshi inson. Mhm. Bir ikkita savollar berdilar. Nima qilyapsan, qanaqa ish bo'lgan, qiyin vaziyatlar bo'lganmi aptekada degan. Tajribadan kelib chiqib javob berganman. Shu bilan ish boshlab ketdim. Mhm. Qaysidir ma'noda omad desa bo'ladimi? Endi Omad desa bo'ladi, lekin harakat ham bor. tushunarli. Ozgina bo'lsa ham harakat qilsangiz, Yo, omad o'zidan o'zi kelib qolmaydi. bu narsa aniq. Masalan, siz borib o'zi apteka ya'ni o'shani egasi bilan men ish qidiryapman, ish bormi deb borish va uni intervyusidan o'tish bu aslida katta narsa. Shunaqasi. Bu narsa bo'lmasa qiyin, lekin o'shanda ham masalan chiqish ehtimoli kamda. Ko'p Ishga vaziyatlarda kirgan, kirish ehtimoli. ishga kirganingizdan keyin ishda qolish ehtimoli ham borda. Mhm. Qanaqadir sizga muddat berdimi boshida? Yo'q, aytmadi muddat. Muddat aytmadimi? Borgan Masalan, rejalaring qanaqa dedi. Menda internship yil bor, yana 1 yillik dedim. Mhm. Apply qilishni boshlayapman. Kompaniyalarga dedim, ha mayli dedi. Hozircha ishlab tur, keyin u yog'ini ko'ramiz dedi. Mhm. Sizdan litsenziya talab qilmadimi? Ko'pchiligi litsenziya so'radi dedingiz. Yo'q, qilmadi. Mana shu jihati, mana shu joyi omad endi. Bu official bo'ldimi ishga qabul qilishi? Ha, anaqa nima deydi, tax bo'yicha o'zimni nimalarimni, ma'lumotlarimni berganman. Ofitsiallik ketyapti. Tushunarli. Siz oldingi ishlagan joyingizga qaraganda maoshingiz ko'proq chiqa boshladimi yoki bu kamroqmi? Farqi qanaqa bo'ldi? Yo'q, maosh bir xil, shu eng kam xilmi? ish haqi. Tushunarli. Angliyada eng kam oylik ish haqi necha pul soatiga? Hozir 12.50. 12 Endi bu ofitsialniy. Masalan, ba'zi eshityapman, ba'zi restoranlar ofitsiantlarga 8 dan ham berar ekan oyiga. Nima soatiga. 8, 10, 11. Masalan, kelishishingizga qarab. Lekin ofitsialniy ishlasangiz 12.5 adashmasam. Bu o'ylashimdan ancha kamroq ekanda, chunki birinchidan yashash xarajati qimmat joy, ya'ni davlat, lekin Germaniyada menimcha bundan sal ko'proq adashmasamda. Ya'ni soatiga. Lekin kam, menimcha kam ancha. Germaniyada endi qancha topishadi soatiga bilmadim. Lekin masalan soatiga 12.5 dan topsangiz, taxminan oyiga 1000 topasizda. 1000 pound topsangiz, deylik, kvartplatingizga 500 ketadi.
400-500 o'rtasida ketadi. Endi qolgan 500 ni yo'l kirayingizga, yeb ichishingizga amallab yetkazsangiz bo'ladi. O'zi maqsadim shuda, masalan, siz student bo'lib turib, pul topish uchun ishlamaysizda, shunchaki o'zingizni qoplash uchun ishlab turishga ruxsat berilgan. O'shaning uchun 20 soat ruxsat berilgan. Va taks to'lamaysiz. Lekin Germaniyada ko'proq topishadi, lekin ular soliq to'lashadi. Tushunarli. Taks. Ya'ni bu talabalarga nima qilingan imkoniyat to'g'rimi? Taks to'lamasligingiz. Talabalarga, hammaga ham, masalan, siz agar oylik ish haqingiz 1250 dan oshsa, keyin soliq to'lashni boshlaysiz. Talaba bo'lganingizdagi soatiga 20 soatdan ishlasangiz, haftasiga oyligingiz 1250 dan oshmaydi. O'shaning uchun soliq to'lamaysiz. Demak, qancha chiqsa o'shancha olasiz. 0%, to'g'ri? Ha, qancha oyligingiz chiqsa shuncha olasiz. Nafaqat student bo'lganingiz, bu faqat student bo'lganingiz uchun emas, umuman olganda hamma ham 1250 dan kam oylik topsa, soliq to'lamas ekan. Shunaqa. Tushunarli. Bu nima deydi? Bilmas ekanman bunaqa narsasini. 20 soat ishlaganingizda shuncha 1000 yevro atrofida bo'lsa va bu 1250 dan oshmasa soliq to'lamasligingizda. Bu yaxshi, adashmasam. Men ham yaqinda o'rgandim. Ko'p qulayliklar. Aslida soliqni foizi yuqori-yu Yevropa davlatlarida. Soliqni siz daromadingizdan to'laysizda. Ya'ni 1250 dan yuqori topsangiz, bu siz daromadingiz hisoblanadi. Qancha daromad topganingizga qarab soliq to'laysiz. Soliqning ham har xil turlari bor. Anaqaga, sug'urtaga, yana boshqa turlari bor. To'g'risi, aniq hammasini bilmayman. Tushunarli. Ozroq hisoblasak bo'ladimi? Masalan, magistraturani bitirib viza topshirish jarayonidan hozir borib ish topguningizcha taxminan qancha summalar ketdi deb o'ylaysiz? Bilmayman. To'g'risi bilmayman. Ancha ketgani aniq. Endi masalan, bu yerda yashashingiz uchun oylik o'rtacha deylik 1000 pound ishlatasiz-da. 1000. Tushunarli. Endi kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Ya'ni 1 yillik internshipda o'taganingizdan keyin ham qolish niyatingiz bormi? Hozircha shu internship bor, konsentratsiyam shu internshipga joy topishga qaratilgan. Joy topib, keyin ishlab ko'rmoqchiman. Qani kompaniyada yoki dokumentatsiya ishlari bo'yicha yoki o'sha laboratoriya ishi bo'yicha ishlab ko'rmoqchiman. Va u ishga qarab balki fikrim o'zgarishi mumkin. Hozircha bir narsa deyishim qiyin, to'g'risi. Masalan, qolmoqchiman ham deya olmayman, ketmoqchiman ham deya olmayman. Qaysi kompaniyalarga topshirish niyatidasiz? Endi masalan, nomi chiqqan yaxshi kompaniyalar experience olmaydi baribir. Kichkinaroq small kompaniyalardan boshlamoqchiman. Lekin men veb-saytni qilib ko'rganimda, Google yozib ko'rganimda kompaniyalar topdim. Lekin requirementlariga kamida 2 yillik, 1 yillik tajribasi bor odamlar deb yozib qo'yishgan. Internship uchun? Yo'q, siz masalan, men internship uchun topshiryapman demaysizda. Siz xuddi ishchidek topshirasiz. Ishchi sifatida topshirasizmi? Ishchi sifatida topshirasiz, lekin masalan, keyinchalik intervyuingizda yoki emailingizda yozayotgan paytingizda yozib ketishingiz mumkin. Menimcha shunaqa. Chunki siz xuddi bitta ishchidek ishlaysiz-ku baribir. Kimdir sizga ish o'rgatadi. Ya, aytmoqchi bo'lganim boshida so'radimi, bu internship unpaid bo'ladimi, paid bo'ladimi, qanaqa bo'ladi deganimda, ikkalasi ham bor deganingizga aytgan edimda. Endi birinchi o'rinda hozir
pul to'laydi yoki to'lamaydi deganiga e'tibor qaratishdan ham ko'ra sizni ishchi sifatida yoki student sifatida oladimi yo'qmi o'sha tarafni topish kerak. Sizni qabul qiladigan joyi topish kerak. Mhm. Baribir kirib olish muhim. Ya'ni kirib olganingizdan Kirib keyin olish muhim. kirib olish muhim. Kirib olganingizdan keyin ya'ni tajriba orttirasiz. Bir yillik tajriba olasizmi? Undan keyin boshqa yaxshiroq joylarga apply qilish imkoniyatingiz ancha oshadi. Ha, bizaga shunaqa deyishdi. Ozgina tajribam bo'lgandan keyin boshqa joylar o'zi eshiklari shundoq ham ochiladi deyishdi. Mhm. Tushunarli. Bu magistraturadan keyin internship qildingiz, masalan, 1 yil qildingiz, kompaniyada ishlab boshladingiz. O'zingiz o'zingizni akademik sohada masalan keyinchalik PhD qilishni ko'ryapsizmi yoki qanaqadir industriya sohasida yoki shunaqa kompaniyalarda ishlashni ko'ryapsizmi o'zingizni? PhD qilish niyatim ham bor bir tomondan. Endi PhD qilsangiz ham yaxshi. Ham bu yerda qanchalik darajasi yuqori bo'lgan sari yanayam ish topish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Ham PhD ham bu yerda ya'ni ilmiy sohaga qaratilgan bo'ladi. Xuddi zavodda ham nimanidir ishlab chiqarishiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, PhDda ham endi qanaqadir yangilik qilish darajasiga ketishingiz mumkin. O'ylab turibman to'g'risi. Men birinchi hozir ko'rmoqchiman qani ish jarayoningizda ham ishga qarab fikringiz o'zgaradi-da. Birinchi o'sha ishni ko'rishim kerak. Menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Sinab ko'rishim kerak. Va unga qarab, agar menga bunaqa zavod ishi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, demak ilmiy ish bo'yicha ketaman, PhD bo'yicha ketaman. Lekin niyatim bor. Chunki O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam ham, baribir PhD qilsam, menga ko'proq eshiklar ochiladi. Tushunarli. Menimcha ancha mavzuda suhbatlashdik. Siz gaplashishimiz kerak bo'lgan, lekin hali gaplashmagan mavzu bormi? Ochmagan. Shunaqa o'ylagan mavzular bormi? Agar xohlasangiz, masalan, yana bitta alohida miting qilishimiz mumkin. Men hozir aptekada ishlayapman, aynan mana shu farmatsevtika sohasi bo'yicha. Chunki men hozir bu soha bo'yicha gapirishni boshlasam, O'zbekiston aptekasi bilan bu yoqning aptekasidagi farqlarni solishtirish boslasam juda ham katta. Kamida unga yana 1 soat vaqt kerak. Ish topish va aynan shu aptekada ishlash, bu yerdagi sistema umuman boshqa mavzu. Demak, buni alohida yana bo'sh vaqtingizda alohida miting qilsak bo'ladi. Hozir umumiy xulosa qilsak, menimcha demak, birinchi o'rinda ingliz tilini o'rganish kerak. Kamida 6,5 bo'lsa, bu yaxshi. Agar grant yutish imkoni bo'lsa, o'shanga harakat qilish kerak. Agar grant yutish imkoni bo'lmasa, moliyaviy tarafga qarash kerak, davlatiga qarab. Angliyaga topshirish uchun kamida universitetlarga 15,000 yevro pound kerak. 15,000 pound kerak. Uni viza xarajatlari, u yoqdagi yashash xarajatlarini hammasini hisob-kitobini olish kerak. Shunaqa. Keyin shunaqa. Yana nima xulosa qilsak bo'ladi? Umuman olganda, Angliyaga o'qishga kelmoqchi bo'lgan talabalarga tavsiyam birinchi o'rinda tilni yaxshi o'rganinglar va hunar o'rganib kelinglar. Agar iloji bo'lsa, masalan, bu yerda hunari bor odamlar yaxshi pul topadi. Ya'ni 20 soat ishlab 1000 pound topishingiz mumkin, 20 soat ishlab 2000 pound topishingiz mumkin. Masalan, agar sizda deylik qizlar bo'lsa, salonda ishlashga qobiliyati bo'lsa yoki tikuvchilik qobiliyati bo'lsa, bunaqa narsalar ham yordam beradi. Ya'ni faqat men ilm sohasi bo'yicha bo'lishim kerak, men faqat til o'rganaman va faqat o'zim sohamni o'rganaman emas, ozgina boshqa hunarmandchilik bo'yicha ham o'rganib kelsa yana ham yaxshi. Yigitlarda ham shunaqa. Masalan, bu yerda mashina tuzatadiganlar,
Velик tuzatadiganlar yuqori oylik olishadi. Tushunarli. Va masalan, moslashib kelinglar, ya'ni introvert bo'lishni to'xtatinglar, ozgina ekstravert bo'lishga harakat qilishsin. Shunaqa. Mhm. Ya'ni social skill'larni oshirishga harakat qilish kerak baribir. Shunaqa. Chunki baribir siz social skillingiz yaxshi bo'lmasa, borganingizda ham qiynalasiz. Ya'ni ish topishga ham qiynalasiz, qayergadir borib nimadirdir Shunaqa. so'rashga ham qiynalasiz. Bu o'shaning uchun muhim ko'nikma. Menimcha ancha suhbat qildik. Demak, yakunlasak ham bo'ladi. Vaqt ajratib, rozi bo'lib, taklifni yo'q demasdan onlayn mitingga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, sizni Instagramdagi akkauntingizni qo'yib qo'ya olamizmi videoni tagiga yozib? Bemalolda. Avvalambor shu suhbatga taklif uchun rahmat. Judayam mani o'zim uchun ham foydali suhbat bo'ldi. Va Xudo xolasa, agar kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, mana shu Angliyaga kelish, o'qish yoki umuman olganda mana shu farmatsevtika sohasi bo'yicha yoki boshqa soha bo'yicha ham savol bo'lsa, bemalol menga yozishlari mumkin. Instagramimni adminga qilib ketsangiz bo'ladi. Xohlasa agar Telegramda kanalim ham bor. Kuzatib o'tishlari ham mumkin. Bemalol qo'ldan kelgancha yordam beraman. Tushunarli. Sizga rahmat. Va kelajakdagi ishlaringizga, o'qishlaringizga zafarlar tilab qolaman. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xayr.